Yaqında Instagram, TikTok qatarlıq ijtimoiy taratqularda 3 nafar Uyg'ur qizning "Biz Uyg'ur, albatta" degan temadagi qisqa videosi nihoyat tez tarqaldi. Ijtimoiy taratqu ishiltilgan muhojiratga nurg'unlagan Uyg'urlar bu videoni o'zaro hambaharlashib, uning Uyg'urlarning navbatdagi real vaziyatini ijtimoiy taratqulardagi iqimga moslashtirib, nihoyat unumli holda anglatganligini bildirishgan. Mazkur videoni Germaniyada tug'ilib cho'ng bo'lgan Uyg'ur yoshlardan 20 yoshlik Asma Mamtimin, 21 yoshlik Amina Tursun va 18 yoshlik Muqaddas Mehmet qatarliq 3 nafar qiz ishlab 20 yanvar ijtimoiy taratqular tarqatgan. Ularning deyishicha, birinchi kunida videoning ko'rilish qitim soni 3 milliondan oshgan bo'lib, video hozirgacha jami 7 million 613 ming qitimdan ortiq ko'rilgan. Washington shahridagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 1-fevralda e'lon qilgan Qur'on o'rganganligi 20 yillik qamoq, Uyg'ur ayollari va diniy ziyonkashlik temasidagi doklad Uyg'ur diyoridagi diniy zulmning tashqi dunyoga ancha ma'lum bo'lib ketmagan yana bir yuzni namoyon qilib berdi. Bu dokladda Uyg'ur diyoridagi diniy e'tiqod sohasida keng ko'lamda ijro qilinayotgan turli zulmlar, bostirish va ta'qiblashlar sistemalik bayon qilingan. Shuning bilan birga Uyg'ur bo'vilar va boshqa sohadagi ayollarning diniy faoliyat va diniy kimlik sababidan jinoiy ishlar bo'yicha jazoga tortilishi hujjatli isbotlar asosida bayon qilingan. 2017-yilda 70 yoshli Fatixon Imin 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Uning jinoyati 1967-yili 4-oydan 5-oygacha bo'lgan aralıqda Qur'on o'qish, 2005-yildan 2014-yilgacha bo'lgan aralıqda mutaassib diniy kiyimlarni kiyish va uyda elektronli Qur'on o'quvchini saqlashni o'z ishiga olgan. Amerika poytaxti Washington shahrida o'tkazilgan 2024-yilda Xalqaro diniy erkinlik oliy kengashi dunyoning har qaysi joylaridagi ko'p xil madaniyat, diniy e'tiqod va o'xshamagan siyosiy partiyalarni bir yerga jam qilgan zo'r ko'lamli xalqaroliq yig'in bo'ldi. Yig'inga qatnashgan Amerika Cumhuriyetçi Avam Palata a'zosi Chris Smith Amerikada Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini ijro qilish ahvoli va buningdagi mas'uliyat qatorliq masalalar haqida so'zlagan. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Rushan Abbas so'zida Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan hodisaning yolg'izla diniy e'tiqod erkinligini bo'g'ish emasligi, aksicha sifirlik nazoratning butkul Uyg'ur diyorida umumlash bo'lganligi, amdilikda Uyg'urlar duch kelgan bu qismatning dunyoga yeyilayotganligi haqida to'xtalib o'tgan. 2-fevral kechda Bishkekdagi o't elektr stansiyasida zo'r hodisa yuz bergan bo'lib, davlatning energiya ministrligi isitish va issiq suv bilan ta'minlashning cheklamaga duch kelganligini e'lon qildi. Qirg'iziston taratqullaridagi xabarlarga qaraganda, voqeaning birinchi sababi parqazonning portlashi ekan. Davlatning jiddiy ishlar ministrligining boshlig'i Bobik Azikiyev voqeaning oqibatini tugutish uchun 5 kundan 7 kungacha vaqt ketilganligini aytdi. U yana hodisada qasddanlik bo'lish ehtimoli borligini aytdi. Xitoy va Hong Kongdagi pay bozorida ko'rinarli tuvanlash ko'rilib, yaqinqi yillardagi eng tuvan saviyaga yetgan. Mablag' soluvchilar va bozor strategiyachilari is sur'atining ostilishi va uy-mulk sohasidagi masalalarning zarbisiga uchirgan Xitoy iqtisodining muqimligi bo'lgan andisini bildirdi. Wilmington havoli mablag' silish maslahatchilarining bosh mablag' silish mas'uli Tony Roth mablag' silish strategiyasida Xitoyning o'rniga yangidan gullanayotgan bozorlarni tanlash moyilligi bo'lganligini bildirdi. Xitoyda 2 bolasini turalg'usining deresidan tashlab o'ltirgan bir va oshnasiga berilgan o'lim jazosi ijro qilingan. Xabar qilinishicha, bolalarning dadisi Jang Bo va uning oshnasi Ye Chingchin Jangning burunqi ayoldan bo'lgan 2 bolasini o'ltirgan deb ayblangan. E'lanilishicha, Jang familiyalik Ye Chingchin bilan tanishgandan boshlab ayoli bilan ajrashib bolalarini o'ltirishni planlagan.